Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ismim familiyam Primov Muhiddin Jomonish, tarix fanlari falsafa doktoriman. Bugun sizlar bilan 14-mavzu axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida tarbiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Hop, mavzu mobaynida quyidagi rejalarni ko'ramiz. Birinchi rejamiz yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirishda AKT vositalari. Ikkinchi, axborot xavfsizligi va tarbiya. Uchinchisi, AKT vositalaridan samarali foydalanish orqali barkamol shaxsni tarbiyalash. Hamda to'rtinchisi, zamonaviy muammolar. AKT va yoshlarning tarbiyaviy muammolari mavzusini ko'rib o'tamiz. Hop, yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini o'rni deydiganimizda, o'zi axborot kommunikatsiya texnologiyalari nima? Bu bugungi kundagi aynan shu kompyuter, internet, mobil qurilmalar, multimedia hamda boshqa raqamli vositalar orqali axborotni yaratish, saqlash, uzatish hamda qayta ishlash imkoniyatini beradigan mana shu texnologiyalarning majmuasi AKT vositalari, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasi deb nomlanadi. 21 asrda albatta bu vositalarsiz hayotimizda tasavvur etolmaymiz va bu jarayonni o'z-o'zidan yoshlarimizni ham axborot madaniyatini rivojlanib borishda hamda bu jarayonda o'z navbatida istasa ham istamasa ham albatta bu jarayonga aralashishiga sababchi bo'lmoqdaki, bu holat faqatgina yoshlarni mana shu axborot madaniyatini shakllantirishni talab etadigan omillardan biri sanaladi. O'zbekiston tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, aynan 90-yillardan boshlab AKT vositalari O'zbekiston hududiga ham kirib kela boshladi va natijada 2000-yillarga kelgandan keyin bu vositalarni keng rivojlanishiga yo'l beriladi. 2002-yilda aynan axborotlashtirish to'g'risida qonun qabul qilingandan keyin O'zbekistonda AKT vositalaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan ham yoshlarimizni aynan axborot madaniyatini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqdaki, bu jarayonda albatta mana shu onlayn kutubxonalar, elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalarning yaratilishi yoshlarimizni mana shunday zamonaviy AKT vositalaridan foydalanishlariga imkon yaratmoqda. Mana shu hozirgi masofaviy yaratayotgan darsimiz ham aynan AKT vositalarining ta'siri natijasi vujudga kelayotgan bir omil deb hisoblaymiz. Shu jihatdan oladigan bo'lsa, albatta AKT vositalaridan foydalanish jarayonida o'z navbatida axborot xavfsizligiga ham amal qilish kerakki, chunki axborot xavfsizligi bu har qanday foydalanuvchini o'zini shaxsiy ma'lumotlarini hamda o'sha davlatning milliy hamda davlat miqyosidagi sirlarini, mamlakatning turli jarayonlariga bog'liq bo'lgan demak ma'lumotlarni oshkor bo'lmasligini oldini oladigan bir chora-tadbirlar sanaladiki, shu jihatdan albatta har bitta yosh, har bitta foydalanuvchi bu qoidalarni bilishi zarurligi hamda shu internet tarmoqlarida mavjud bo'ladigan turli xil zararli kontentlardan, turli xil yolg'on axborotlardan foydalanmasligi hamda mamlakatni turli xil mana shu kiber jinoyatlardan oldini olishga o'z hissasini qo'shishi zarurligi bilan izohlanadi. Yurtimizda ham albatta juda ko'p mana shunday kiber hujumlar, turli xil o'sha axborot xurujlari bo'lib turadiki, bu jarayonni albatta bugungi kunda oldini olish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Aynan shu narsani oldini olish maqsadida maktablarda ham axborot madaniyati darslari o'tiladiki, mana shu jarayonda yoshlarimizni internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanishga, ularni mana shu jarayonlarda to'g'ri ishtirok etishga, albatta globalizatsiya ta'siriga kirib kelayotgan turli xil ma'lumotlardan har qanday holatlarda foydalanish mumkin. Ya'ni bunda xohlasangiz ijobiy jihatdan, xohlasangiz salbiy jihatdan foydalanish mumkinki, yoshlarimizni bugungi kunda mana shu axborot madaniyatini shakllantirish mobaynida ularni faqatgina o'zlarini o'sha barkamol avlod sifatida yetishlari uchun munosib xizmat qiladigan ma'lumotlardan to'g'ri foydalanishlari kerak bo'lsa, o'sha chet davlatlarning kutubxonalaridan yoki o'sha virtual muzeylardan ko'rish orqali o'zlarini madaniyatlarini rivojlantirishga bo'lgan imkoniyat yaratilgan paytda turli xil o'sha zararli kontentlar yoki kiber jinoyatlarga boshlovchi turli xil kontentlardan foydalanmaslik, turli xil diniy yoki irqiy mojaro keltirib chiqaradigan o'sha ma'lumotlardan foydalanmaslik targ'ib etiladi. AKT vositalaridan albatta samarali foydalanishda yoshlarimiz birinchi navbatda mustaqil
to'g'ri fikrlashga ega bo'lishlari kerak. Chunki barcha dasturlarni boshlarida hech qachon bu narsa yomonligi haqida ma'lumot berilmaydi. Albatta, ko'pchiligida ularni chalg'ituvchi, turli xil go'yoki ijobiy ish qilayotganga o'xshayotgan bir aldamchi g'oyalar bo'ladiki, bu narsalarga yoshlarni chalg'imasliklari uchun hamda bu narsada o'zini tanqidiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish uchun albatta ularda axborot madaniyatini shakllantirish zarurki, bu holat aynan yoshlarimizda mana shunday bo'lgan turli xil chalg'ituvchi bo'lgan ma'lumotlarni to'g'ri ajratib olishga va mana shu jarayonda o'zini kreativ yondashuvini vujudga keltirgan holda mana shu salbiy ma'lumotdan ham o'zini ijobiy madaniyatini shakllantirishda to'g'ri asos bo'lib foydalanishiga xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari aynan yurtimizda o'sha turli xil, masalan, kino, fotofona arxivida ham turli xil tarixiy hujjatlar yoki raqamli arxivlarimiz ham mavjudki, mana shu arxiv hujjatlardan yurtimizda virtual muzeylarni tashkil etishda o'z hissalarini qo'shib, masalan, shu milliy merosimizni jahon namunasiga ko'rsatadigan darajadagi bir virtual muzeylarni tashkil etishga ham yoshlarimizni o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Bu jarayon albatta dunyo bozorida shu O'zbekistonni ham raqobatbardosh bo'lgan mutaxassis kadrlarni yetishib chiqishiga xizmat qiladiki, masalan, bugungi kunda ham aynan tarixiy manzilgohlarga ega bo'lgan, masalan, Misrni yoki Turkiya davlatlarini ham muzeylarda mana shunday virtual muzeylar tashkil etilganki, ularning ichini kirib ko'rganda, shu virtual sayohat qilgandan keyin odamni albatta o'z-o'zidan uni borib ko'rgisi keladiki, shu jihatdan mamlakatning turistik salohiyati oshishiga va davlatning daromadini oshishiga ham o'ziga xos bir xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Zamonaviy muammolar ham albatta AKT vositalari bilan birgalikda kirib keladiki, shuning uchun yoshlarni albatta tarbiya jarayonlariga ham albatta mana shu internetning turli xil zararli ta'sirlari, xususan mana shu ijtimoiy tarmoqdagi turli xil tendensiyalar, har xil boyagi yoshlar tomonidan yoki chet davlatdagi axborot madaniyatiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan targ'ib etilayotgan trendlarga ergashmagan holda, ayniqsa mana shu onlayn o'yinlarga qaram bo'lmasliklari uchun albatta oilada ota-onani ham axborot madaniyatini shakllantirishda o'rni kattaki, chunki o'rta asrlarda ham yoshlarni mana shu behuda mashg'ulotlardan tiyish uchun bir qancha ustozlar va ota-onalar asosiy kuzatuvchi bo'lganliklarini e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda mavjud bo'lgan mana shu har xil virtual o'yinlar yoki turli xil ijtimoiy tarmoqlardagi behuda vaqt o'tkazishni oldini olish maqsadida ota-onalar tomonidan mana shu nafaqat ota-onalar, balki ta'lim muassasalari, umuman jamiyatdagi barcha shaxslar tomonidan yoshlarni axborot madaniyatini to'g'ri shakllantirishga xizmat qilinishi zarur hisoblanadi. Albatta, bu jarayonda va bu holatni bu salbiy jihatlar hisoblanadigan bo'lsa, ijobiy jihatlari juda ham ko'p. Bu jarayonlarda yoshlarimiz tomonidan turli xil yangicha dasturlar, turlicha yangicha shu demak, o'sha virtual muzey loyihalari yoki yangicha demak axborot loyihalarini ishlab chiqilishi nafaqat bu o'zlari uchun, balki butun davlat miqyosida o'sha davlatni mashhurlikka olib chiqadigan darajadagi yangicha texnologiyalarni yaratilishiga sababchi bo'lishi mumkinki, shuning uchun albatta yoshlardan mana shu zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri foydalangan holda, axborot madaniyatiga amal qilgan holda samarali foydalanib, o'zlarini komil inson bo'lib yetishlarida xizmat qilishida asosiy o'rin egallashlari uchun foydalanishlarini tavsiya berib qolamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.